E'tibor bering, qo'lingizga qo'l chaqqonligi bilan. Odiyxon, amri zaharli ilovga aylasin. Ana, to'g'riga qarab tur, odamlarga qarab tur. Ha, qo'rqmagin, o'rgatilgan, tishlamaydi, tepmaydi. U bo'ladi xolos. Hadi. Ha. Qo'liga qarab o'rganasiz, ko'ziga qaraysiz, aldanasiz. Qo'lingizga, qo'l epchilligi. Ha, bu kashiriy xullarlardan. Ana, to'g'riga qarab tur, odamlarga qarab tur ol. Qo'rqmagin. Ha, qo'rqqanda bo'ladi bu. Sharbuli, ey! Ismingiz nima edi? Muhammad Ali. Ilondan qo'rqasizmi? Qo'rqmasangiz jim turing. Ana, shoshilmang saylar. O'tirmang. Hozir tomoshani boshlaydi. Bu tomosha yolg'on tomosha. Hech qachon arqon ilonga aylanmaydi. Bundan oldin ham aylanmagan, bundan keyin ham aylanmaydi. Bu qo'l teziga, qo'l chaqqonligi, Odiyxon ko'zingizga ilon bo'lib ko'rinsa, bitta ovoz bilan qarasang. Hali arqon ilon bo'lsa-yu, yurmasa hisob emas. Sekin yoningizga boradi, keyin hisob bo'ladi. Tomoshani zo'ri ana endi boshlandi. Ana o'zining muzikasi bilan. Ketdi. Rahmat. Ukajonim, rangi yo'qarib ketdingizmi? Nima bo'lyapti? Qimirlayapti. Qimirlayapti. Rahmat. Issiq o'tgandan keyin qimirlaydi axir. To'g'ri turgan, qara yetingizcha muzikani. Hadiza bo'ladi, bir necha marotaba ro'z polvonlar ko'rik tanlov mutlaq holmi? Qo'rqmasdan aytaman, O'zbekistonimizni o'ziga qo'llashda yakkaxon sanab turgan. Respublika chempion polvonlarida 20 yoshida Ahmediyatda yashasa. O'zi aslida bu yigitimiz ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, mana shu xalqlar do'stligida metrodan chiqqan joyi Drujban universiteti yoniga bordi, ustunovka qilganmiz. 1,5 yildan buyon o'sha tomosha bo'lyapti. O'zi moshaba tomosha qo'yish kerak edi. Bayram bo'lgan uchun bekin moshina olib kirishda imkoniyati bo'lmadi. Mayli to'rdora toshlardan tomosha qo'ymaysiz. Har birini og'irligi 32 kilogramda. Yuqoriga o'tasiz jim holati. Tosh ila ta'zim o'yinlari. Qarsak bormi? Bas! Hasrat navoining shoni bor. Let's go! Havolari hoy qo'ygan, havolari hoy qo'ygan, havolari hoy qo'ygan. Oy, yuzkadan ayshimizda. Oy, shoshilma. Shoshilma. Sağ qo'lni yana bitta tosh. Barakalloh. Bitta ovozi bilan qarshi. Yassa oshirim. Keling. Assalomu alaykum. Bo'lmasam biri sizdan boshlaylik. Xohlagan ikkitangizni. Shunday yerga olasiz, yuqoriga ko'tarib otib yuborish yo'q. Sekin joyiga qo'yib qo'yasiz, maylimi? Xohlagan ikkitangizni shuni oling aka. Yerga tepaga. Voy yigitlar yordam berib olinglar yergacha. Yergacha bizdan yordam. Endi yuqoriga o'zingiz ko'tarib olasiz. Ha aka, ketdi. Ha. Ay! Hamma. Aka, tosh haqiqatan ham og'irmi? Og'ir. 32 kilogramdan 64 kilogram chiqadimi? Chiqadi. O'g'illaringiz polvon yigit bo'lsa, bitta qasib bo'lsangiz. Lekin sizdan ko'rishganda siz bu go'dek ko'tarmasangiz uyatdan bo'ladi. Oling aka, xohlagan ikkitangizni. Xolasangiz nima qilasiz? Yelkaga qo'shtiringlar. Aka o'ziga chal. 10 tami 20 tami quvvat yetgacha bitta. Senga ushab rahmat. Ushab qoling tepada. Barakalloh. Tepada ushab qolamiz. 10 tami 20 tami ko'taraveramiz. Ko'tarib ketdi. Rahmat. Mayli aka, sekin qo'yib ko'ring. Aka, tosh haqiqatan ham og'irmi? Og'ir. 32 kilogramdan 64 kilogram chiqadimi? Yo'q demasdan chiqqanish uchun katta rahmat. O'g'illari chempion yigit bo'lsa, bitta qarshi bo'lsa akamiz. Nega yordam berdi? Endi ushing. Yuqoriga o'z ushing. Tushib qo'y. Oyoqqa yiqildi. Rahmat. Yordam berib, uka. Mayli, bittasini oling aka, bo'lmasa bittasini o'zini. Yelkaga bitta qo'lni o'zida. Yelkaga yordam berib mayli. Ana. Endi tepaga o'zida olasiz. Aka, ketdi. Qo'yib qo'ying. Aka, tosh haqiqatan ham og'irmi? Halolmi? Halol. O'g'illaringiz chempion yigit bo'lsin, bitta qarshi bo'lsin yigitlarga. Chiqaveramiz joyimizga.
Ha, rahmat. Agar mana shu yigitlarning o'rnidan men bo'lganimda, ko'tarib yuborardim degan yigitlar bo'lsa, bemalol chiqib ko'tarib ko'rishlari mumkin. Ikkitasi 64 kilogramm bo'ladi, bir qop undan og'ir yurgan. Buni yigitlar yaxshi biladi. Endi polvon degan nom. Qayda bahla. Sho'bola. Ay, shoshilma. Sen o'zbekining shuhratisan, qorabayir. E'tibor bering. Bitta mana bu kresi holati, mana bu ikkita, mana bu uchta. Sen Allohga rahmatsan. Abrahada o'chirimiz ekan-da. Men senga 2 marta ko'tarib otib yubordim-da. 20 marta ko'tarsin. Xo'p, azbar yoshim 20 yoshda. Harakat qilaman 50 marta ko'tarishga. Lekin menda ham bo'lsa bitta mard kuchi bor. Lekin siz mard xalqimdan mehrli, muhabbatli qarsi bo'lsa, 20 ta yigit quvvat keladi, bormi qarsi? Xo'p, azbarim men uchun emas. Sizni ham bizni ham dunyoga keltirgan. Oq yuvib, oq taragan ota-onamiz uchun yurak-yurakdan bitta ovoz bilan qarsi. Hadi. Hikmatni ko'tarsin. Rahmat. Lekin 49 to'p qilsa ham hisob emas kelishdingmi? Fikrni bir joyga jamlab, o'g'il bolani oriyati o'limdan qattiq bo'ladi. Alloh xudo deb. Bos endi. Ha. Sen o'zbekining shuhratisan, qorabayir. Xushor bo'ling. Hammamiz birgalikda sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, mana yilingchi. Mana bu joyga e'tibor bering. Qoyil qolsangiz keyin bitta ovozi bilan qarshi chalasiz. Ikkitasi bitta qo'lda. Let's go! E'tibor bering, 50 marta degan bo'lsa, endi aql bovar qilmaydigan bir tomosha qo'yib bersin. Inson mashq qilsa, albatta bajarsa bo'ladi. 128 kilogramm yuk to'rttasini yuqori ko'tarishga harakat qilsin. Lekin polvon tomoshasini o'ziga o'xshagan mard insonlarga o'ynayapti. Tomoshani ko'rib, yuzini teskari qarab ketavergan insonga o'ynagani yo'q. Polvonda haqqiga pul bermasangiz ham mayli, qancha pulingiz bo'lsa cho'ntagingizda turibdi. Polvonda haqqiga agar malol kelmasa, 2 daqiqaga shunday o'tirib qo'lingizni bir duoga oching, ilohi amin. Agar malol kelmasa 2 daqiqaga qo'lingizni bir duoga oching. Gastrol safarlarida ko'p yuramiz. Ba'zi bir joylarda shunday tomoshani ko'rsatib bo'lgandan keyin yoki qo'lingni bir duoga ochgin, oting bilan onangni haqqiga duo qilaman desam, mana bu tomoshalarni ko'rishga vaqti bor-ku. Duoga kelgan paytda sekin teskari qarab olish. Bo'lmasam yonidagi sherigi bilan gaplashib turadi, bo'lmasam qo'lini bundoq qilib giratib olishadi. Lekin oramizda ham bor. O'sha qo'lini duoga ochmagan insonni ham Allohning guvohligida duo qilib o'taman, otasini, onasini martabasi, daraja juda ham ulug' baland bo'lsin. Qiyomat Rasulullohning eng suygan sahobalar qatorida biri bo'lsin. Qo'lini duoga ochgan insonni ham o'sha ochmagan inson. Polvonlar ustozi o'rganishi 2 dona bir tomoshasini ko'rsatdi. Lekin sizlardan bir narsa umidvormiz. Darvoza polvonni narxi bo'lmaydi. Biz yopib qo'yib, bilet sotib tomosha qo'yamiz. Ota-bobolarimiz ochiq maydonda tomosha qo'yishga puli borga ham, puli yo'qqa ham baravar tomosha. Polvon, o'yinni ko'rdim, havas qildim, yuragim bir jaz etdi. O'ynagan o'yning halol ekan. Olgan puling ham halol bo'lsin degan bir mard akam bo'lsa, bir saxiy onajonim bo'lsin. O'yinlarning narxi emas. Narxi bir 100 ming so'm pul so'radi. U ham yo'q 50 ming so'm, u ham yo'q 20 ming so'm, u ham yo'q. Pulingiz bo'lmasa majburmiz.
Lekin yurakdan chiqqan bo'lsa, polvonga atagan bo'lsangiz, o'sha pulda aylanib borsa ham berasiz. Agar yurakdan chiqqan bo'lsa. Lekin polvon aylanib bormaydi. Muboraklar oq sonasiga yaxshi niyat qilib yo'linsa, pulingiz bo'lmasin ham. 7 qadam bosishdi. Meni ham farzandim, ey nabiram senga o'xshagan polvon yigit bo'lsin deb bir-biriga ihson qilyapsizmi? Qilgan ihsoningiz oxiratda jannatda boshingizga soyabon bo'lsin. Amin. Robbil alamin. Allohu akbar. Boshlab qo'yamiz. Qani